Bismillahirrahmanirrahim. Allohu akbar. Do'stlar, sariq sabzi. Bos. Mana Patriotizm. Молодец. Wow. Assalomu alaykum do'stlar. O'yin boshlanishiga 1 soat qoldi. O'zbekiston-Qirg'iziston o'yini. Birga tomosha qilamiz. Oshimiz tayyor bo'lmoqda. Sabzilar, sariq sabzi, qizil sabzi aralashma. Yurtimiz bayrog'i shu yerda. Hozir qirg'izistonlik do'stimiz ham yetib keladi va uning xonadonidamiz. Hozir u yarim soatga uzr so'rab ketdi, ishi bor ekan. Biz esa oshni tayyorlab, qirg'iz do'stimiz kelgancha oshni tayyorlab boshlaymiz va birgalikda o'yinni tomosha qilamiz do'stlar. Shu. Bo'lmasa ketdik. Operatorimizga ham bitta mikrofon berib qo'yamiz. Sen gapirib ketaverasan. Keyin o'zingga qaratib, mana YouTube'ga bemalol olaver. O'zingga qaratib boshqa qilib bosaver. Bizda hamma narsa живой. Ke yaqinroq. Bizda hammasi живой. Hattoki bunaqa bir lavlagi sifat sabzi ham bor. Shu desanglar. Shoshilayotgan joyimiz bu, hozir o'yin boshlanadi, keyin o'yinni tomosha qilamiz. Bungacha mahsulotlarimizni qozonga solib qo'yaylik degan ilinjda tezlashtiryapti, shoshib. Do'stlar, birga bo'linglar. Bir bola qilinglar, bekor o'tirmanglar. Bay. Sabzini qarang, chiroyliligini. Do'stlar, 3 kilo go'sht, 3 kilo sabzi, 3 kilo guruch va 4 kilo sabzi. Men o'ylaymanki, mazaga maza beradi. Mazaga maza, ha? Nima deding? Kamoldin? juda shirin osh bo'lishi kutilmoqda. Behterom akani o'zi mehnat qilyapti, shoshilib. O'yin boshlanib qolganda o'yinga konsentratsiya bersa, osh mazali chiqmay qolishi mumkin. Barchamizni mazali osh yegimiz keladi. Shuncha mahsulotni uvol qilmaylik shunga. Hozir chiroyli qilib qozonga tashlab qo'ysak,